Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasi o'qituvchisi Narkulov Husan Ismoilovich bo'laman. Bugun sizlar bilan umumiy psixologiya fani bo'yicha evolyutsiya psixologiyasiga kirish mavzusida suhbatlashamiz. Rejalar bilan tanishtiradigan bo'lsak, psixologiya fanining predmeti haqidagi tasavvurlar rivojlanishining asosiy bosqichlari, psixologiya tarixi, psixologiyaning fanlar tizimidagi o'rni va boshqa fanlar bilan aloqasi, ilmiy va hayotiy psixologiya, psixologiya haqidagi afsonalar, psixologiya fanlar tizimi tamoyillari. Avvalambor psixologiya fanining predmeti haqida tasavvurlar asosiy bosqichlariga psixologiya bu psixika, psixik qonuniyatlar, psixik shakllanish va rivojlanish haqidagi fan bo'lib, u o'z qismlari bir necha qismlarni qamrab oladi. Unda psixik jarayonlar, bilish jarayonlari, ya'ni idrok, sezgi, xotira, tafakkur, xayol, diqqat, nutq, 7 bilish jarayonini qamrab olsa va hissiy, irodaviy holatlarga hissiyotlarning paydo bo'lishi, emotsional, ularning ehtiyojlarga ta'siri va irodaviy jarayonlar, ehtiyoj, motiv, iroda, qaror qabul qilish, maqsad va boshqalar kiritiladi. Psixologiya fani asosiy tasavvurlarning bosqichlari haqida bunda birinchi psixik xususiyatlar, temperament, xarakter, individual psixik xususiyatlarga kiritilsa, qobiliyatlar va mayllar ham shularning jumlasigadir yo'nalganlik kiradi. Holatlarimizga stress, affekt, g'am, anduh, monotonlik, yordamga muhtojlik, tush ko'rish, bedorlik, holatning o'zgarishi va boshqalar kiritiladi. Demak, psixologiya fani predmeti psixika bo'lsa, uning obyekti inson va hayvonlar zoopsixologiyasi, ya'ni o'rganadigan fan kichik va katta guruhlar, sotsial psixologiya bo'lib hisoblanadi. Psixologiya tarixi. Bunda bosqichlarga bo'ladigan bo'lsa, birinchi bosqichi bu ruh haqidagi fanlar miloddan avvalgi 6-asr milodiy va 16-asrlar oralig'iga to'g'ri keladi. Har bir olim ruh haqida o'z ta'limotlarini ilgari surib harakat qilgan. Birlamchi tushunchalar animistik xarakterga ega bo'lgan. Ya'ni har bir narsaning o'z qalbi bor deb e'tirof etilgan. Animizmga, tamoyilga asoslangan hisoblanadi. Ruhning har bir narsa mavjudligi, harakat ko'rinishga aks etilganini kuzatganlar. Aristotel barcha organik jarayonlarda psixik jarayonlar aks etgan deb aytib o'tgan. U o'simlik dunyosi va hayvonot olamiga ruh ta'limotini kiritgan. O'sha vaqtdagi miloddan avvalgi yashab o'tgan Aristotel o'zining o'sha davrdagi tushunchasi orqali hayvonot va o'simlik dunyosiga ruh haqida ta'limoti tegishli ham deb fikrlarni berib o'tgan. Ikkinchi bosqichi. Bunda psixologiya ong haqidagi ta'limotlar. Endi ruh haqidagi emas, bu haqiqiy ideallikdan materialistik qarashlardan haqiqiy qarashlarga o'tib, ya'ni ong haqidagi ta'limotlar nimasiga tushunchalarga o'tyapmiz. Ya'ni 17-asr va 19-asrlar oralig'iga to'g'ri keladi. Bunda ong ta'limoti ortida rivojlanishi bo'ldi. Ya'ni psixologiya haqida ongning rivojlanishi ketidan psixologiyaning ham rivojlanishi vujudga keldi. Psixologiya faniga eksperimental usullarning kirib kelishi ham yuzaga kuzatildi. Biz bilamizki, 19-asrda 1879-yili Wilhelm Wundt, ya'ni Germaniyaning Leipzig shahrida o'zining dunyoga birinchi bo'lib eksperimental laboratoriyasini kashf etadi va o'sha ong haqida ta'limotlarda eksperimental tadqiqotlarning rivojlanishiga ham hissa qo'shadi katta. Xo'p, bunda fan sifatida ongdan keyin rivojlanishida 3-bosqichni e'tirof etishimiz mumkin. Ya'ni psixologik mustaqil fan sifatida shakllanishga albatta shartli reflekslar haqida ta'limot, psixik kasalliklar davolash usullarining tadqiq etilishi va umuman fiziologiya fanining rivojlanishiga asos bo'ldi. Shu bilan birgalikda psixologiyani tadqiq etish barobarida fiziologiyaning ham o'rganishiga asos bo'ldi. Psixologik eksperimentlarning o'tkazilishi, ya'ni tadqiqotlarning o'tkazilishi albatta mustaqil fan sifatida shakllanishga asos yaratdi. Ya'ni har bitta tizimning qayta-qayta o'rganilishi, chuqurroq o'rganilishi va kengroq tushunchalar hosil bo'lishi bitta elementning fan tizimida, ya'ni fan ko'rinishiga olib kelishiga sababchi bo'ldi. Ya'ni bu psixologik reflekslarda o'sha shartli reflekslarni o'rganishda psixologiyaning alohida fan bo'lib shakllanishiga asos bo'ldi. Xo'p, turli xil yo'nalishlarda maktablar paydo bo'ldi shu bilan birga psixologiyani tadqiq etishda. Bunda behaviorizm
yo'nalishini aytsak bo'ladi. AQShda paydo bo'lgan psixoanaliz, psixodinamik maktab, geshtalt maktablari bunga asos birlamchi birinchi tushunchalar olishga yordam beradigan maktablar paydo bo'ldi. 4-bosqichga keladigan bo'lsak, bu bosqichda turli xil yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etdi. Psixologiya fani bir qator amaliy fanlar qatoriga rivojlantirish. Bunda albatta insonning faoliyati va qiziqishlari inobatga olina boshlandi. Ya'ni insonlarning faoliyati, harakati, ularning qiziqish mayllari, xatti-harakati, sa'y-harakatlar hamma detallargacha o'rganilib, buning alohida bir fanlar qatorida o'rin olishiga xizmat qila boshladi. Shu bilan birga inson haqidagi o'rganishni taqozo etish, ya'ni insondagi birlamchi ma'lumotlar bilan uni ichki dunyosini o'rganish shunga asos bo'la oldi. Psixologiyaning boshqa fanlar bilan tutgan o'rni, fanlar tizimidagi o'rniga keladigan bo'lsak, psixologiya va falsafa albatta har bir fan kabi falsafadan psixologiya fani ajralib chiqqan, shakllangan deydi. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimdek 1879-yilda birinchi eksperimental tadqiqot laboratoriyasining ochilishi dunyoda. Buning alohida falsafadan alohida fan sifatida ajralib chiqishiga asos bo'ldi va turtki ham bo'ldi. Psixologiyada falsafaning ikki yo'nalishi saqlanib qolgan edi: materialistik va idealistik. Materializm bu faoliyatning asosiy ko'rinishlari bo'lib, ya'ni psixik funksiyalarning vujudga kelishini o'rganadi. Ya'ni insondagi o'sha ruhiy funksiyalar, tamoyillarning vujudga kelishini o'rgansa, idealizm esa mas'uliyat muammosi, vijdon, hayotiy maqsad, ma'naviylik tushunchalarini o'z ichiga oladi. Ilmiy tadqiqotlarning psixologik metodologiyasi dunyoni bilish nazariyasiga asoslanadi. Shu bilan birga psixologiya va sotsiologiyaning chambarchasi haqida so'zlashadigan bo'lsak, psixologiya fanini bir qator metodlarni o'zlashtirgan. Sotsiologiya fani psixologiyadan bir necha qator metodlarni o'zlashtirgan. Bunga quyidagilarni kiritish mumkin: shaxsni o'rganish. Psixologiya kabi sotsiologiya fani ham inson shaxsini o'rganishga, uning qiziqishlari va undagi harakatlarni, sa'y-harakatlarni o'rganishga yo'naltirilgan. Bunda insoniy munosabatlarda o'zaro munosabatlarni o'rganish, kichik guruhlar, shaxs nazariyalari, kichik guruhlar tuzilishining nazariy metodlarini o'z ichiga oladi. Mana shu metodlar sotsiologiyada ham katta o'rin tutadi. Endi pedagogika psixologiyaga keladigan bo'lsak, pedagogika o'qish metodikasi psixologiya metodikalarini o'zlashtiradi. Ya'ni pedagogikada o'qish metodikalari psixologiyadagi ba'zi metodlarni o'zlashtirishga harakat qiladi. Bundan tashqari, qobiliyatlarga nisbatan yondashuvlar ham psixologik jarayonlardan o'rin olgan. Boshqa fanlarning qo'shishi natijasi pedagogika fani ham vujudga keldi. Pedagogika psixologiyaning rivojlanishi AQShda o'tgan 1800-yillarda bu pedagogika fanining rivojlanishiga ham vujudga keldi va o'sha 20-asr to'g'ri keldi bu pedagogika fani alohida ajralib chiqishiga. Ya'ni har bir insonda hozirgi bu fan insonlardagi ta'lim-tarbiyani o'rgangan va hozir ba'zi olimlar tomonidan inkor etilgan bo'lib, mavjud bo'lib qolmagan bu fan sifatida. Bu pedagogika fani inkor etilgan keyin. Psixologiya bu insonning butun qalbini, yuragini biladigan fan deb afsonalarda, ilmiy hayotiy nazariyalarda, oldingi tasavvurlarda shunday tushunishganki, insonning ichini yaxshi biladi. Psixolog bu insonlar bilan tez muloqotga kirisha oladigan va odamlarni tushuna oladigan inson deb hisoblanadi. Psixolog bu insonning xatti-harakati, hissiyotlari, boshqalarning fikrini boshqara oladigan va shu kabi maxsus o'rgatilgan insonlardir. Ya'ni u shunga xos bo'lgan texnikadan foydalanadi. Masalan, gipnoz bilan. Gipnoz biz bilamizki, dunyoda juda kuchli insonlar tomonidan tadqiq etiladi va insonlardagi ong osti mayllariga, ong ostidagi ma'lumotlarni olishga xizmat qiluvchi usul hisoblanadi. Gipnozdan foydalanish ham o'ziga yarasha texnika va funksiyalarga ega. Psixolog bu o'zini yaxshi tushuna oladigan va har qanday vaziyatda ham o'zini boshqara oladigan inson sifatida tasvirlanadi. Psixolog bu hayot haqida ko'proq tasavvurga ega bo'lgan donishmanddir. Ya'ni uning funksiyasi qiynalgan insonga to'g'ri yo'l ko'rsatishdan iborat hisoblanadi. Hayotda o'z yo'lini yo'qotganlarga to'g'ri maslahat, konsultatsiya berish hisoblanadi. Psixologiya fanining tizimi va tamoyillar haqida gaplashadigan bo'lsak, bunda
Akademiya psixologiyada psixik ko'rinishlarni, holatlar va jarayonlar o'rganiladi. U nafaqat insonlar, balki hayvonlardagi psixik o'zgarishlarni ham o'rganib boradi. Tadbiqiy psixologiya psixologik qonuniyatlarni umumlashtiradi, ularning ma'lum bir sohada kasbiy faoliyatni o'rganib boradi. Amaliy psixologiya psixologik bilimlarning amaliy tomonlarini tahlil qilib boradi. Hurmatli kuzatuvchilar, bizdagi mana shu psixologiya fan tizimidagi tadbiqiy psixologiya bo'yicha eng katta qonuniyatlarni umumlashtirmasi sifatida qaraydigan bo'lsak, kasbiy psixologiya ham o'zining o'sha insonlardagi mehnat faoliyatida o'rganish metodlarini o'rganadi va undagi amaliy psixologiyaning umumiy bilimlarini, tomonlarini o'rganib boradi. Shu bilan birga psixolog ham o'z hayot haqidagi tasavvurlaridan kelib chiqqan holda insonlardagi ruhiy o'zgarishlarni, uning qonuniyatlar, mexanizmlarini ham o'rganishdan iborat deb hisoblaydi. Psixolog albatta bu o'z xatti-harakatlarini boshqara oladigan va kerakli vaqtda insonlarga kerakli konsultatsiya bera oladigan inson hisoblanadi va o'zidan kelib chiqqan holda har qanday vaziyatda ham o'zini boshqara oladigan, og'ir bosiq va boshqalarga namuna bo'la oladigan inson hisoblanadi. O'sha insonlardagi hayotiy qarash ham mana shunga asoslangan deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Psixologiya bu butun insonni qalbini o'rganadi. Albatta boya yuqorida aytib o'tganimizdek, idealistik nazariya namoyandalari inson qalbiga asoslangan deb tushunadilar. Bu lekin insonning qalbimiz ongi bilan fikrlaydigan, ongini o'rganadigan, ongdagi muhim o'zgarishlarni o'rganib insonlar haqida ma'lumotni to'playdigan soha vakillari hisoblanadi va ular keraklicha insonlarga ma'lumot bera oladi. Fanlar tizimida ham boya bog'lab o'tganimizdek, pedagogik psixologiya uning ta'lim tarbiya tizimida psixologiyada pedagogik psixologiya va o'qitish metodikasi fani ham mana shundan kelib chiqqanki, ta'lim tarbiya birgalikda o'zi ya'ni ta'limda insonlarning ruhiy o'zgarishlarini va tarbiyaviy jihatlarini metodikalar orqali ma'lumotlar jamlab, ularda ta'lim tarbiyada qanchalik qaysi bir metodika yoki qaysi usul samarali bilim olishida, ya'ni insonlarning bilimini yuqori saviyaga chiqishda o'sha pedagogik psixologiya o'rganadi. Shu bilan birga bu ikkita fan alohida fan hisoblangan birga, lekin ulardagi jamlanganlik, ya'ni uyg'unlashganlik holati pedagogik psixologiya o'qitish metodikasi fanida jamlangan. Bularda ulardagi xususiyatlar, holatlar, tarbiya davomida olinadigan bilimlardagi o'sha samarali o'zlashtirishning xususiyatlari, imkoniyatlari haqida ma'lumot almashsa bo'ladi. Shuning uchun bular chambarchas bir-bilan bog'liq. Sotsiologiyani yuqorida aytib o'tganimizdek, sotsiologiya ham o'zining fanlar tizimidagi o'rni bilan birga albatta psixologiyaga tayanib, o'sha psixologiyadagi ma'lumotlar asosida harakat qiladi va o'sha psixologiyada olingan metodlar, kichik guruhlar va yuqoridagi shaxs nazarlari haqida olingan bilimlar asosida o'z metodlarini shakllantirib borgan. Falsafadan oldin 1879-yilgacha psixologiya qarashlar albatta falsafiy qarashlar negizida shakllanib borgan. 16-asrda Guggenheim psixologiyani haqida birinchi kitoblarda kiritgan bo'lsa, Wolf esa o'sha psixologiyaning atamalar qatoriga kiritiladi, alohida so'z sifatida uni kiritadi. Ya'ni asta-sekin fan sifatida rivojlanishiga olimlar o'zlarining qarashlari va o'sha fanning alohida lug'at sifatida kiritilishiga sababchi bo'ladi va asta-sekinlik bilan bu materializm va idealizm qarash namoyandlarida bu fan alohida inson haqidagi o'rganish, ya'ni mavhum falsafiy qarashlardan ko'ra aniq konkretikani talab qiladigan, insonlarda ruhiy holatlarni o'rganishni talab qiladigan fan sifatida shakllanayotganini ular ko'rib o'z qarashlarini bildirib o'tadilar. Yuqorida har bir psixologiyaning rivojlanishi, fan sifatida evolyutsion rivojlanishi haqida to'xtaldik. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi mavzumiz psixologiyaning rivojlanish bosqichlari va uni tamoyillari haqida edi. Agar insonlardagi shu o'zgarishlar haqida yana ham to'xtaladigan bo'lsak,
hozirgi zamon psixologiyasida ham insonlarning ruhiyati mexanizmlarini o'zgarishini hozir ham tadbiq etilyapti, yangi ma'lumotlar olinyapti. Chunki ishlab chiqarish zamonida, texnika zamonda insonlarning ruhiyati ham keskin o'zgarishda. Shuning uchun bizlar ma'lumotlarni sizlar bilan doimiy bo'lishib turishga harakat qilamiz. Agar ma'lumot manzur kelgan bo'lsa, e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Savollaringiz bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga YouTube kanalimizga izoh qoldirsangiz javob berishga harakat qilamiz.